shunaqa yorilmasdan do'mboqqina bo'lib pishadigan mazali kotlet retseptini bugun men sizga beraman. O'zi shunaqangi yumshoq, ichlari esa sochni bo'lib pishadi. Qiymaga cho'pirda maydalangan yoki terkadan chiqarilgan piyozni solib, 3-4 ta bo'lib buxankani sutga bo'ktirib qo'yamiz va uni ham solib, ustidan bitta tuxum, tuz va ziravorlardan sepib aralashtirishni boshlaganda oyijon buyurib ketgan ishlari esimga tushib qoldi. Bolalar dasturxonga narsa yig'ib tashlabdi. Tez shuni tozalab qo'ying, kir mashinada ketmadi dedilar. Buni yechimi baviko deb baviga bo'ktirib qo'yib, ishimni davom ettirdim. Kotletlarni yaxshilab urib pishitib olib, ozgina yog'da qovurib olamiz. Orqa oldi qovurilgandan keyin ularni hammasini bitta qozonga qo'yib, ustidan 200-250 mg suv qo'yib dimlab qo'yamiz. Qarabsizki, 25-30 daqiqada kotletlarimiz ham tayyor bo'ladi. Oldiga garnir sifatida men pyure qildim. Qaynatib olgan kartoshkaga sariyog', tuz va sutdan solib, ularni pyure holiga keltirib oldim. Aytgancha baviga bo'ktirib qo'ygan kiyimlarimni bitta chayib quritib oldim. Qaranglar, qanaqa oppoqqina bo'ldi. 1-sentyabr yaqin bolalarimiz dog'larga faqat bavi kurasha oladi. Siz ham uyingizga bitta bavi olib qo'ymasangiz bo'lmaydi.